Raqamlashtirish, xizmatlar sifatini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, tashkilot va korxonalar faoliyati samaradorligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Oddiy qilib aytganda, raqamlashtirish aholi uchun xizmatlardan foydalanishdagi masofa va vaqtni qisqartirib, kundalik turmushni yengillashtiradi hamda barcha sohalarning barqaror va izchil rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bois keyingi yillarda mamlakatimizda zamon talablaridan kelib chiqqan holda barcha soha va tarmoqlarni bosqichma-bosqich raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ushbu jarayonlar endilikda yurtimizning barcha hududlarida joylashgan bozorlar, avtoturargohlarda ham joriy etilib, savdo-sotiq munosabatlarida shaffoflikni ta'minlash, hisob-kitob tizimlarini takomillashtirish hamda aholi va tadbirkorlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qilmoqda. Mavzuni bu borada Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar misolida davom ettiramiz. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi 16 ta dehqon bozorlarida to'lov jarayonlariga onlayn QR kod orqali to'lov tizimini joriy etish, avtoturargohlarni elektron kuzatish tizimi bilan jihozlash hamda ijara munosabatlarini to'liq raqamlashtirish belgilangan edi. Bugungi kunda Bo'stonliq, Yuqori Chirchiq, Parkent, Piskent, Chinoz, Bo'ka, Oqqo'rg'on, Quyuchirchiq, Toshkent tumanlari hamda Angren, Olmaliq, Chirchiq, Yangiyo'l, Bekobod, Ohangaron va Nurafshon shaharlarida joylashgan jami 16 ta dehqon bozori to'liq raqamlashtirilib, zamonaviy talablar asosida faoliyat yuritmoqda. Ayni bu boradagi ishlar viloyat prokuraturasi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Toshkent viloyati boshqarmasi hamda soliq xodimlari tomonidan to'liq nazoratga olingan. Dehqon bozorlarida raqamli tizimlar joriy etilgandan so'ng oylik savdo tushumlari o'tgan yilning mos davriga nisbatan sezilarli darajada oshib, 1,5 barobar o'sishga erishildi. Xususan, ushbu ko'rsatkich 4,5 milliard so'mdan 5,7 milliard so'mga oshgani raqamlashtirishning samarali natijalarini yaqqol namoyon etmoqda. Toshkent tumanida joylashgan dehqon bozorida ham raqamli to'lov imkoniyatlari joriy etildi. Hozirda bozordagi savdo rastalari uchun ijara to'lovlarini oddiy va qulay tarzda maxsus QR kodlar orqali amalga oshirish mumkin. Toshkent tumanimizda joylashgan ko'p tarmoqli dehqon bozorida bugungi kunda 60 ga yaqin tadbirkor rasmiy ro'yxatdan o'tib, savdo faoliyatini amalga oshirmoqda. Sotuvchilar uchun bozor ma'muriyati tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratib berilgan. Bugungi kunda qay bir sohani ko'raylik, hammasiga raqamlashtirish amalga oshirilmoqda. Xususan shu raqamlashtirish ishlari doirasida biz ham shu bozorimizni raqamlashtirdik. Shu raqamlashtirish doirasida QR kodlarimizni sotuvchilarning o'ziga har biriga biriktirib berdik. Oldinlari bu sotuvchilarimiz naqd ko'rinishda pul berishgan, bozor ma'muriyati xodimlari yig'ishgan naqd ko'rinishda. Bu ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqargan, vaqt ko'p talab qilgan. Hozirgi kunda bu platforma orqali xodimlarimiz ancha vaqt tejalyapti. Buni qulaylik taraflari bu QR kodimizni sotuvchilarning o'zi mobil ilovasi orqali skaner qiladi va joy to'lovini amalga oshirsa bo'ladi. QR kod skaner qilganda barcha ma'lumotlar hammasi kelib chiqadi. Bu QR kodning afzallik taraflari yashirin iqtisodiyotni oldini olyapti, ham tadbirkorlarga qulaylik yaratyapti. Bu ishlarni barchasini biz departament xodimlari, tuman hokimiyat xodimlari, soliq inspeksiya xodimlari bilan birgalikda amalga oshirdik. Bu QR kodni o'rnatganimizga 1 hafta bo'ldi. O'rnatganimizdan keyingi 1 haftalik hisob-kitoblarimizga ko'ra bu oldingiga qaraganda ancha sezilarli darajada o'sdi. Bu yangilik to'lov jarayonini shaffof, xavfsiz va tezkor qilishga xizmat qiladi. Tadbirkorlar endi navbat kutib bankka yoki to'lov maskanlariga bormasdan to'lovlarni to'g'ridan-to'g'ri smartfonlar orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlari avtoturargohda ham joriy etilgan. Mazkur maskan zamonaviy elektron kuzatuv va hisob-kitob tizimlari, shuningdek, zarur texnik jihozlar bilan to'liq ta'minlangan. To'lov jarayonlari avtomatlashtirilgan bo'lib, haydovchilardan xizmat haqi belgilangan tariflar asosida shaffof va qulay tartibda undirilmoqda. Bu esa avtoturargohlar faoliyatida tartib-intizomni mustahkamlash, inson omilini kamaytirish hamda xizmat sifati va xavfsizligini oshirishga xizmat qilmoqda. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi bozorlar va savdo komplekslaridagi avtoturargohlardan 28 tasida raqamlashtirish ishlari amalga oshirish belgilangan. Bugungi kunda 21 ta dehqon bozori va savdo kompleksi hududidagi avtoturargohlar to'liq raqamlashtirilib, zamonaviy talablar asosida faoliyat yuritmoqda. Shu bilan birga, qolgan 7 ta avtoturargohda raqamlashtirish ishlari reja asosida bosqichma-bosqich olib borilmoqda. Avtoturargohimizda bugungi kunda 112 ta mashina
bir vaqtning o'zida sig'ish imkoniyatiga ega. Mana shu avtoturargohimizni tashkil qilganimizdan keyin juda bir tartibli holat yuzaga keldi. Oldinlari mashinalarni turli joylarga qo'yib ketish yuzasidan tirbandliklar, har xil noxushlik holatlar yuzaga kelardi. Shularni oldini oldik. Avtoturargohda raqamlashtirishni yo'lga qo'ydik. Avtoturargohda mashinalar xavfsiz, ishonchli turadi. Kameralar bilan jihozlangan hamma yoq. Oldinlari avtoturargohda to'lovlar naqd pul shaklida bo'lardi. Bu esa bozor tushumiga juda kam tushumlar tushardi. Hozirda bozorimiz tushumlari ancha o'sdi. Hozirgi kunda raqamlashtirish jarayonini amalga oshirganimizdan keyin tushumlarimiz ancha ko'paydi. Biz xodimlarga hamma kompyuter, chegara apparatlari, hamma jihozlar bilan ta'minlab berildik. Hamma qulayliklar bor. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlari avtotransport vositalarini vaqtincha saqlashga mo'ljallangan jarima maydonlarida ham joriy etilmoqda. Tumanda joylashgan mazkur maydon zamonaviy talablarga muvofiq ravishda barcha zarur texnik vositalar, jumladan video kuzatuv kameralari, kompyuter texnikasi, elektron to'lov terminallari hamda kassa apparatlari bilan to'liq jihozlangan. Yangiyo'l shahrida joylashgan dehqon bozori va unga tutash avtoturargohda ham raqamlashtirish ishlari to'liq amalga oshirilgan. Xususan, bozordagi barcha savdo rastalariga maxsus QR kodlar o'rnatilgan bo'lib, tadbirkorlar joy uchun to'lovlarni ana shu raqamli tizim orqali amalga oshirmoqda. Bu jarayon orqali to'lovlar avtomatik ravishda qayd etiladi va hisob-kitoblar to'liq, aniq va shaffof yuritiladi. Shu bilan birga raqamli texnologiyalar bozor faoliyatida inson omilini kamaytirish, ijara munosabatlarini nazorat qilish va savdo tizimini zamonaviy standartlarga moslashtirish imkonini bermoqda. Avtoturargohda ham to'lovlar elektron terminallar orqali amalga oshirilib, transport vositalari harakati va to'xtash tartibi elektron tizim orqali nazorat qilinmoqda. Bu esa tadbirkorlar ham xaridorlar uchun qulaylik yaratadi. Raqamlashtirish bo'yicha Yangiyo'l shahar dehqon bozorida hozirgi kunda ishlar nihoyasiga yetkazilmoqda. 1441 ta savdo o'rnimiz to'liq raqamlashtirildi, QR kodlar o'rnatildi. To'lovlar hammasi QR kod orqali amalga oshirilmoqda. Shuningdek, 274 ta tarozimiz, 40 ta aravamizga ham hammasiga QR kodlar o'rnatilib, to'lovlar QR kod orqali amalga oshirilmoqda. Shuningdek, savdo do'konlariga ham QR kodlar o'rnatildi. Hozirgi kunda bizning xodimlar tomonidan to'lovlar undirilishi chek qo'yilmoqda. Afzalligi shundaki, birinchidan pullar to'liq undiriladi. Maishiy korrupsiya oldi olinadi. Shuningdek, ish xodimlarga talab ham kamayadi. Sun'iy intellekt orqali nazorat qilinadi. To'lovlar to'liq undirilishi ta'minlanmoqda. Masalan, avtoturargohlarda oldin kirib chiqib ketganda bitta to'lov to'lagan bo'lsa, hozir shu avtoturargohlar belgilangan stavka asosida kompyuter aniqlab beryapti. 1 soat tursa, 2 soat tursa, 3 soat tursa, shunga qarab ushbu holat avtostanklarda ham boshqa tomondan tushumlarning ancha oshishiga sabab bo'lmoqda va bozorlarning daromadlari oshib, shaffoflik ta'minlanmoqda. Raqamlashtirilgan oyni 1 yil oldingi holatga solishtiradigan bo'lsak, tushumlar 15-20% ga umumiy tushumlar oshmoqda. 1 milliard 200 million yo 1 milliard 300 million tushgan bo'lsa, xuddi shu tushumlar 15-20% ga oshib, to'liq tushish ta'minlanmoqda va bozor daromadi oshmoqda. Bozor infratuzilmalari yaxshilanmoqda. Sotuvchilarga va xaridorlarga qulay sharoit yaratilmoqda. Qo'shimcha rastalar, qo'shimcha xizmatlar ko'paytirilmoqda. Bu har tomondan bozorga ham, fuqarolarga ham qulaylik keltirib chiqadi. Xulosa qilib aytganda, sohaga raqamlashtirishning joriy etilishi nafaqat aholi farovonligini ta'minlash, balki tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, hisob-kitoblarni shaffoflashtirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, davlat budjetiga tushayotgan tushumlar sezilarli darajada oshib, yashirin iqtisodiyotning oldi olinmoqda.